Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, qadrli obunachi do'stlar. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar barchangiz. Aziz do'stlar, mana bugun juda ham Omudaryo suvi ko'paygan holatda, mana ko'rayotganingizdek oriqlarimiz to'lib qolgan. Mana aziz do'stlar, ko'ringizlar. Aziz do'stlar, bu kecha Omudaryo suvi to'lib kelgan. Mana bu ham ariqlarimizning holati. Mana to'lib oqib turibdi shu bilan. Mana aziz do'stlar, bu yerda quyosh panellari bor. Quyosh panellari mana ko'rayotganingizdek suv chiqarib turibdi hozir. Mana bu yerda suv chiqarib turibdi hozir. Quyoshim yo'q, mana ko'rayotganingizdek. Quyoshim menga chiqmoqda. Mana aziz do'stlar, mana ko'ringizlar. Oriqlar to'lib oqyapti. Mana barcha do'stlar ko'ringizlar. Juda ham xursandmizki, bugun Omudaryo suvi to'lib oqmoqda. Aziz do'stlar, to'lib oqmoqda Omudaryo suvi. Mana aziz do'stlar, Omudaryo suvi juda ham to'lib oqmoqda. Mana shuni chuqurligi 1-2 metr bordir. Mana shu joymonlar ko'rayotganingiz yerlar 2 metr, 3 metr bor. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videomizga ham like bosing aziz do'stlar. Inshaalloh tez video qo'yib turamiz. Aziz muxlislar.